mekir. Bar ikanu yo'q ekan. Burunqi zamonda ko'y qapda bir top divilar yashaydi ekan. Ular har doim odamzodni qanday qilganda yengil bo'ladi degan masala ustida bosh qotirishdi ekan. Bir kuni bir qeri deva odamzodning hili mekrisi bor. Agar biz shuni bilib oladigan bo'lsak, cho'qim ularni yenga olmaydik. Biroq ularning hili mekrisini bilmak bek tez, debdi. Bu gapni anglagan bir yosh deva odamzodning hili mekrisini bilib kelishga qat'iy bel bog'labdi. U boshqa devlarga qarab: "Men odamzodning hili mekrisini bilib kelib, sizlarga aytib beray. Ondan biz odamzodni yengayli", debdi. Yosh devning g'ayratiga barliq devlar oprin o'qishib, uni xushal-xuram yo'lga silib qo'yibdi. Yosh deva ko'y qopdan chiqib, ko'p yo'l yuribdi. Cho'llarni besib, suvlardan o'tib bir jangalga yetib kelibdi. U jangal arlab yurib, bir o'tinchini uchiribdi. "Hey o'tinchi, odamzodning hili mekrisi bor deydi, rostmi?" deb so'rabdi. Rost devatganni o'zimiz sezmay qopdi. Divini ko'rib o'diqib ketgan o'tinchi: "Undaq bo'lsa, men odamzodning hili mekrisini ko'rsatib qo'ysang", debdi diva. "Apla", debdi o'tinchi. "Hili mekir uyda qopdi. Bo'lmasa ko'rsatib qo'yatdim. Hozir bu yiqqan o'tinlarni bozorga olib sotmasam bo'lmaydi. O'tiningga men qarab turay. Sen uyingga berib, hili mekirni elib kelib, men ko'rsatib qo'ysang", deb yalviribdi diva. "Meni mang'uz o'tib, o'tinimni elib kechib ketsang qanday qilaman? Uningdan ko'ra, sen yo'lingga ketaver, men o'z ishimni qilay", debdi o'tinchi. "Ishonmasang meni mushu yerga bog'lab qo'y, men o'tiningga qarab turay", debdi diva. O'tinchi ma'qul bo'lib, divini yo'g'on bir chinorga kelishtirib bog'labdi. Ondan diviga qarab: "Hili mekirni ko'rmoqchi bo'lsang, men uni ko'rsatib qo'yay", debdi-da beldagi o'rg'oqni elib divini chanashga boshlabdi. Qo'rqib ketgan diva jangalni beshiga kiyib barqarab, barliq kuchi bilan chinorni qo'mirib olib kechibdi. Ko'y qopdagi hiliqi divlar yosh divini kutib turgan ekan. Yosh diva qocha oxiri ko'y qopga yiqildishibdi. Yosh divining keynidan bir nimaning chang-to'zon ko'tarib kelayotganligini ko'rgan ko'y qopdagi divlar taraf-tarafga qochib mukinishibdi. Yosh diva ko'y qop og'ziga kelib, holdan ketib yiqilibdi. Ko'y qopdagi divlar yosh divining keyindagi boshqa nima emas, yo'g'on bir tup daraxt ekanligini ko'rib, asta-asta yiqilishib, yosh divni chinordan ajratib, suv chechib hushiga keltiribdi. Yosh diva bir oz esini yiqqandan keyin ko'rganlarni so'zlab beribdi va "Haqiqatan odamzodning hili mekrisi yomon ekan", deb gapini tugatibdi. Bu gapni anglagan divlar aldirab: "Sadi hili mekrning o'zi qandoq bo'ladi ekan?" deb so'rabdi. Yosh diva darhol hiliq o'tinchining beldan sug'urib olib, uni chanashga boshlagan o'rg'oqni ko'z oldiga keltiribdi-da: "Odamzodning hili mekrisining sebebi bo'ladi ekan, o'zi agri ekan", deb javob beribdi. Şinjan Universiteti bilan Şinjan Bilqut şirketi birleşip işlep çıkargan Bilqut xazinesi Uyghur xalqının örf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqal tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyghur madaniyat xazinesidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizam, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, Xanzucha, inglizcha 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Bilqutdan bil. Bilqut xazinesi